Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz uyqusizlik. Ko'p insonlar uyqusizlik bilan bezovta bo'ladi. Uyqusizlik qachon paydo bo'ladi? Qachon insonni uyqusizlik bezovta qiladi? Notinchlik bo'lsa, ko'p o'y-xiyol bo'lsa, va siqilish, ko'p stressga tushish holatlarda uyqusizlik paydo bo'ladi. Chunki asabdan, stressdan, ko'p o'y-xiyol bo'lishida sabab bo'lib, bosh miyadagi to'qimalar o'z vaqtida o'lib, o'z vaqtida qayta tirilmaydi. Shu sabab uyqusizlik paydo bo'ladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga ko'p insonlar murojaat qiladi. Ko'plab bemorlarni davolaganmiz. Mana 31 yillik ish faoliyatimiz. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Allohim dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi. Mana shu bosh miyada har bir insonni 3 oydan miya to'qimalari yangilanadi. 3 oydan miya to'qimalari yangilanganda ko'p siqiladigan, ko'p asabiylashadigan, ko'p stressga tushadigan insonlarni bosh miya to'qimasi, masalan, taxminan 3000 to'qima deydigan bo'lsak, 3 oydan o'lib qayta tiriladi, qaytadan chiqadi, miya to'qimalari rivojlanadi. 3 oydan masalan, taxminan, endi uni Alloh biladi necha to'qima borligini. Taxminan 3000 to'qima deydigan bo'lsak, ko'p siqilib, ko'p stressga tushib, ko'p o'y xiyol qiladigan insonlarda, asabiylashadigan insonlarda miya to'qimasi 3000 ta bo'ladigan bo'lsa, например, misol 1500 2000 ta poshli 1000 taga tushib qolishi mumkin. Agar 1000 taga tushib qolsa, odam xiyoli parishon bo'lib boshlaydi. Ruhiy kamchiligi bor insona aylanishni boshlaydi. Hatto shu ruhiy kamchiligi borga o'xshab qoladi. Shuning uchun iloji bo'lsa imkon qadar o'zimizni kengroq tutishimiz kerak. Shunaqa endi hozirgi kunda asabiylashmang deyishga nima deydi, bir odam aytishga bir xijolat chekadigan bo'lib qoldi. Hamma narsada asabiylashish bor. Shuning uchun iloji bo'lsa o'zimizni kengroq tutishga harakat qilishimiz kerak va shu asab natijasida miya to'qimalari o'z vaqtida chiqmaydi, kam chiqadi 3 oydan yangilanganda. Shu sabab odamda, insonda, bemorda uyqusizlik paydo bo'ladi. O'zimizni qo'lga olib bilishimiz kerak. Ko'proq shunaqa holatlar bo'lganda o'zimizni bir chalg'itishga, yaxshi narsalarni ko'rib, yaxshi narsalarni eshitib, Alloh bilan bog'lanib, shunaqa holatlarni qilsak, o'zimizni o'ylab, Xudo xolasa, u narsadan o'tib ketamiz. Stresslardan ham o'tib ketamiz. Yaxshi narsalarni o'ylasak, yaxshi ishlarni qilsak, savob ishlarni qilsak, Alloh yo'lida ibodat qilsak, o'zimizni ruhimizni poklab tozalab tursak, iloji boricha imkon qadar xatm Qur'on 5 vaqt namozlarni o'qishga harakat qilishimiz kerak. Xatm Qur'onlarni chiqishga harakat qilishimiz kerak. Shunaqa holatlarda insonning ruhi poklanadi. Ruhi poklangandan keyin bunaqa stress holatlar o'zi cheklanib qoladi. O'zingiz holatingiz sog'ayishni boshlaysiz. Ruhlaringiz poklanib, o'zingiz sog'lom, tetik holatga kelib boshlaysiz. Shuning uchun Alloh bilan bog'lanishimiz kerak. Hamisha imkon qadar siqilishdan o'zimizni saqlaymiz. Ko'p narsalarga chalg'ishdan o'zimizni saqlaymiz. Allohimning o'zini himoyasida bo'lamiz. Allohimning himoyasidamiz, lekin undan ham yaxshiroq nazari tushgan himoyada bo'lamiz. Bu dunyomiz uchun harakat qilamiz. Shuning uchun imkon qadar shu o'zimizni sevib, o'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Shu holatda uyqusizlik holatlar bizda uchramaydi. Agar shunaqa holatda bo'lgan insonlar bo'lsa ham, ota-onamizni ziyorat qilsak, namozlarimizni o'z vaqtida o'qisak, o'qib bilsak, xatm Qur'onlarni chiqsak, yaxshi niyatlarni qilsak, o'z vaqtida uxlab damimizni olsak,
ko'p narsalarga bosh qatirmasak, bo'ladigan narsaga bosh qatirishimiz kerak. Shu holatlarda stressdan chiqib ketiladi bemor, chiqib ketadi. Ko'pincha stressga tushish sababi shu: siqilish, o'y-xiyol, ko'p asabiylashish natijasida inson uyqusizlikka yo'liqadi. Shuning uchun imkon qadar o'zingizni asrab, o'zingizni saqlab, yaxshi ko'rgan narsangizni iste'mol qilib, yaxshi ko'rgan, yaqin ko'rgan insoningiz bilan muloqotda bo'lib va o'zingizni keng tutib, o'z vaqtida uxlasangiz, nima deydi, o'zingizni sog'ligingizni saqlab qolasiz. Stressga tushishdan saqlaysiz va uyqusizlikka chalinmaysiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, siroplari yordamida har qanday uyqusizlik, siqilish, asabiylashish natijasida bo'lgan uyqusizlikka shifosi bor. Bemalol lechini olib, butunlay sog'ayib, o'z vaqtida uxlaydigan bo'lasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bemalol kelib giyohlarimizdan, siroplarimizdan iste'mol qilib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi efirlargacha deb qolaman.